Niyozov, Muhudin polvon, O'ral polvon. Ekoviga Muhudin polvon boysundan O'ral Mangol Jarqo'rg'ondan Ekoviga 4 yashar ot 500 ming so'm puli bor. Amin. Hayda, tapchang ketsa aylanmay kurashasan. Muhim. O'ral, tushundingmi? Aylanmay kurashasan. Hayda burchakka. Oldu, bastı. Turoq polvon sho'rchida Samon polvon deyiladi. 4 yashar o'tkiz 500 ming so'm berdi. Hayda. Ko'rdik. Zotini ustiga sharg'inatida 200 ming so'm berdi. Nima berdi? Necha bo'lgan odam kurashmaydi bu davraga. Necha bo'lgan odam kurashmaydi bu davraga. Yüz kiloni kurash ekov necha qisalaring bu yoqqa kelmanglar. O'sha yerdan chiqib ketinglar. Tushunarli? Necha yo'q. Necha qilganda o'sha yerdan chiqib ketaversin. Bu yoqqa kelma. O'ral Mangol bilan Boysundan Muhudin polvon kurashyapti. Sen chiroyli bosding 100 ming edi, 100 ming. Belbog'dagi Muhudin polvon, Qora Belbog'dagi O'ral Mangol. Ularning zoti bir ot 500 ming so'm. Kel mana shuni o'zini qatori bittang. Yo sen olmoqda bu 80 ming. Kel bitta. O'zi teng. Bu yerda Yashnar polvon bilan Alixon polvon kurashyapti. Ko'p yaktakdagi Alixon polvon, Yashnardagi Yashnar polvon. Ikkalasi ham Surxondaryo polvonlari. Alixon polvon Sho'rchi tumanidan, Yashnar polvon Sariosiyo tumanidan. Yashnar polvon g'alaba qozondi. Kim bosgan bo'lsa otasiga osh bersin. Mana Yashnar mana shunday yigitsan, mana Xudo omadingni bersin. Malades. Mana omad kelganda bosish kerak. Katta jelak, standart jelak mana shu holatga olib keladi. Bu yerda O'ral polvon bilan Muhudin polvon kurashyapti. Odil 600 ming. Ana Yashnar polvon Xudo omadni bersa shunday bo'ladi. Shuning uchun tengmi, teng bilan olish kerak. Hozir Yashnar majburman. Mayli olish bo'lmasa bu yoqqa kelmasinda nariga chiqib ketaversin ikkovi. Ha bo'ldi. Boringlarda chiqib ketaveringlar. Bular ham shunday burilinglarda haydanglar deyapti. Davay, haydang. Bularning shoxi yo'q. Hammaga tartib bir xil. Biz bu yoqqa yiqitsin deb tuya qo'yapti. Yana nima qilaydi? Davay, haydanglar.
Haydang. Bo'ldi, men bitta gapiraman. Bularni shoxi yo'q. Ha, hayda. Nima deysizlar ham? Yo, shoxi bormi? O'zi necha mana shu vaqtda bat yurib ketdi. Olishsak olish tuya qo'yapti to'y degasi. Moshin qo'yapti, yana nima qilsin? Olishda. Davay, hayda ekan. Uka xafa bo'lsangiz bo'ldingiz. Hayda. Shu tartibni qo'yaylik. Necha yo'qoladi, erkaklar ko'payadi. Latif kel, Latif. Latif. Kim? Sho'rchi, Muzaffar, yo'q. Latif, Jasur, Termiz. Ikkoviga $100 bor. Kurash. Yoshlar, kel bu yoqqa, yoshlar. Safat qo'yarmi? Yoshlar. Keski. Endi bo'ling. Oxirgi Oxirgi qo'y. Oxirgi qo'y. Yonbosh Oxirgi qo'y. Mana qo'ying. Mana ekan. Nima qilasan yo'q? Olishyapti Ali, nima qilyapti? Kim? Kimda jo'natyapti? Kesh. Endi shunday bo'lasan. Yo'zek. Otabek polvon Boysundan, Ehson polvon Sarasiyodan. Ikkoviga 4 yashar. Yahyo polvon, polvonlar oxirgi qo'l ko'rishyapti. Oxirgi qo'lmi? Aynan yo'sdan kurashasiz. Mansurdan javob birdan. Bu yoqqa borib avring tugayotmas. Yoshlar polvon. Hayda, aynalmasdan kurashasiz. Kimlarsa narasani yo'q deyapti. Davay, Jazo yo'q deyapti. Yo'q jazo, ertalab nima dedi? Yoshlar polvon. Hech narsa bo'lmaydi, ha? Yo'q. Yoshlar. Hozir ham aytdim. Endi cheksak aytashni. Bu yonboshga ham baho. Ajratib olsin aka. Ajratib olsin. Shaka bor, ajratib ketdi. Ol. Ol. Olishdingmi sen? Ural. Mana shu yosh bola kechikib ketdi, o'zim tengdi. Ajrashga bermayapti, ko'ryapsizlar. Bosish kerak, olish kerak, tamam. Men bilmayman buni. Yosh bola 2007-yil bola. Bahodir Jarqo'rg'on, yoz. Sardor Sho'rchi, yoz. Ikkoviga 4 yashar ot. Yaxki. Jarqo'rg'ondan Bahodir polvon bilan Sho'rchidan Sardor polvon. Sho'rchidan Said Baxti. Ikkita variant beramiz, ikkovidan bittasidan. Yo, qo'ling uni yomon niyat qilma. Xudo xolasa, Xudo omadni bersin. Yurak va quvvat bo'lsa, odam soladi. 90 kilo vesing bor. Baxtli. Ikkovidan bittasini variant beramiz, chunki origa. Agar nima deysan? Dam olasan, jelangni hechkimni davradan chiq. Bo'ldi. Amin. Xudo yuzingni yorib qilsin. Hayda. Qo'lim qaytdi deyapti, endi biz uni qo'lini qaytganini biz bilmaymiz, o'zi shunday deyapti. Bo'ldi, bor. Boshqa kurashmaysan. Kim manakay 100 kilodan kurashaydigan Ziyo polvon. Kim bor? O'zingni ko'rsat 100 kiloliklar. Faqat meni standartimdan o'tasan, hamma tarafidan jelagingni ushlab ko'raman. Aynalmay kurashaman deganing kelaver. Jarqo'rg'ondan Bahodir polvon bilan Sho'rchidan Sardor 100 polvon kilo. kurashyapti. Ziyo polvon. Sardor polvon qizil belbog'da, qora belbog'da Bahodir polvon.
Sardor Polvonboya bitta g'alaba qildi, bu ikkinchi kurash. Bormi mehmon polvonlar? Kim bor? Mehmon polvonlar bormi? Shuni bilib olinglar. Mashinaga avtomobil qo'yiladi-ku. Pramoy qo'yilmaydi. Bitta yiqitganga qo'yamiz. Kim bo'lsa ham, Mojd 73, Mojd 81, Mojd